bilishlik va mana shu masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib qo'yishlik. Endi bu masjid qadimgi masjidlar emas, qariyb bir 50 yil yoki 30 yil oldin qurilgan masjid. Ya'ni buni kim qurganligida, buni qurgan insonning ismi Rojihiy bo'ladi. Rojihiy ismli inson, Sulaymon Rojihiy. Ya'ni hozirda Saudiya Arabistonida eng boy insonlardan biri hisoblanadi. Endi ana shu inson yoshiga shunaqa voqea bo'lgan ekan. Ya'ni shu voqeasi u tanilgan. Xo'p, voqeadan biri nima deyilsa, maktabda dars bo'layotgan bo'lgan, o'qituvchisi kirgan va hammaga aytgan. Ertaga hamma 1 riyoldan pul olib kelsin. Ana shu 1 riyolda kim olib kelsa, inshaalloh biz ziyoratga boramiz deyishgan. Ana shu paytda hozirda boy bo'layotgan insonni 1 riyol pul bo'lmagan ekan. Qarang, 1 riyol. Uyda 1 riyol pul bo'lmagan ekan. Ertasiga hamma yig'ilgan va ustozga 1 riyoldan bergan. Illo ana shu inson Sulaymon Rojihiy 1 riyolni olib kela olmagan. Shunda ustoz qaragan. Senda pul qani desa, ustoz menda pul yo'q degan. Nimaga desa, bahona qilgan. Borgim kelmayapti u degan. Ustoz tushungan. Va undan so'ng nima qilgan? Ana shu ustozning zukkorligi bo'lganda, men senga bitta savol beraman. Agar ana shu savolimga sen to'g'ri javob bersang, seni ana shu ziyoratga olib chiqaman, 1 riyol beraman degan. Shunda bir savol bergan ekan. Savolni endi osonlik qarangki, 5 × 5 degandagi oson. Uni topganda haligi Rojihiy shunaqangi xursand bo'lgan cheki yo'q bo'lgan ekan. Unda oila o'tgan, yillar o'tgan, u bog'lar qurdirgan, masjidlar qurdirgan, villalar olgan, xullas boyib ketdi. Shunda vaqt o'tgandan keyin ana shu Rojihiy o'zini inson qidirib topgan. Maktabga borsa, maktabdagi aytishganki, ustozing shu yerga ketdi, hozir ustozing yo'q deydi. Topib uyga borgan. Endi yoshida o'qigan o'quvchisi katta bo'lib o'zgargan bo'lgan-ku, tanimagan. Shunda aytganki, ustoz degan, ustoz demagan. Ustoz deyishdan olishganki, sizga bir uyim bor, uyimni sovg'a qilaman degan. Uni ichida ishchidan sovg'a qilaman degan. Uni ichida mashina bor, mashinani sizga sovg'a qilaman degan. Va mana bu hisob karta. Mana shu hisob karta sizga degan. Uni hisob karta ichida behisob pul bo'lgan. O'qituvchisi nima degan bilasizlarmi? Meni ermak qilmasan, kimsan degan. Ya'ni ishonmagan. Shunda men ismim Sulaymon Rojihiy. Siz mana shu kunda menga 1 riyolni, ya'ni ehson qilgandingiz, ya'ni meni xursand qilgandingiz. Lekin siz hozir shunday xursand bo'lmadingiz hatto. Men xursand bo'lganchalik. Lekin men o'shanda xursand bo'lgandim, sizga mana shu uy, mana shu mashina, mana shu nima davlat sizga degan. Qarang, bu dunyoda qilgan 1 riyol ehsoni bu dunyomizda qaytdi. Va ana shu inson hozirda ko'plab xurmo zorlarning egasi va mana shu masjid qurgan inson. Mana shu masjidning atrofida ko'plab binolar bor. Ya'ni ilmga kelgan o'quvchilar bor, mana shu yerda yotoqxonalar bor. Ya'ni ana shu Rojihiyning hisobidan o'qiydi. Hatto Rojihiy banki ham bor. Qarang, dunyodagi birinchi raqamli xurmozor bor inson ana shu xurmozordan daromad olmas ekan. Ana shu xurmozordan tushayotgan har bitta xurmoni ehson qiladi. Kimga? Yetimlarning haqqiga. Men nima deganda, Madina Munavvarada xurmo eksangiz bo'ladi degan. Nima? Makka Mukarramada xurmo ekib bo'lmaydi. Hamma xurmozor Madina Munavvarada. Ajrini qarang. Agarda kimda kim xurmozorga ektirdi, bitta xurmo. Ana shu xurmo 3 yildan keyin hosil berishni boshlaydi. Va 3 yildan hosil berish boshlansa, 70 yildan 100 yilgacha hosil beradi. Va nima qiladi? Kim ektirsa, ana shu insonning nomiga qarang, mevasini berardi ehson qilib. Yo'q, xurmoni olar ekan va uni sotar ekan. Sotib undan tushgan daromadni yetimlarga ehson sifatida beradi. Ya'ni hadis bor. Agarda qaysi banda, ya'ni qaysi inson bir yetimning boshini silasa, Rasululloh bilan yonma-yon bo'ladi inshaalloh jannatda. Bu hadis aytib qo'yilgan. Ya'ni bu inson qarangki, qancha xurmozori bo'lsa, ana shunda tushgan qo'yni daromadi kimga? Yetimlarga ehson sifatida beradi.